Musofirning xotini bo'lishdek azob bo'lmasa kerak. Bosh kiyimingiz. Iltimos, yig'lamagin. Akam sizga bir ish topdilar. 3 million maosh berar ekan. Iltimos, ketmang. Bu maosh 5 ta bolamizning xarajatiga ham yetmaydi. Unaqada sen qachon ko'zingni operatsiya qildirasan? Men qachon tishlarimni tuzataman? Iltimos, ketmang. Sizsiz yashash juda qiyin bo'lyapti. Menga ham sensiz yashash oson emas. Lekin ketmasam bo'lmaydi. Ishlashim kerak, onasi. 15 yil chidadim. Endi chiday olmayman. Iltimos, ketmang. Bolalarimizni barchasi o'qiyman deyapti. O'qish pulsiz bo'larmidi? Birgina repetitorlarning o'ziga qancha pul ketayotganini o'zing ko'rib turibsan-ku. 4-5 yildan so'ng qizlarimizni ham bo'yi yetib qoladi. So'ng birin-ketin sovchilar keladi, to'y qilishimiz kerak. Bizni to'ylar pulsiz bo'larmidi? Bir ilojini qilarmiz, dadasi. Xohlasangiz men ham biror joyga ishga kiraman. Senga ishlash mumkin emas-ku. Shifokorlarning gapini unutdingmi? Ular aytaveradi-da. Iltimos, meni qiynamagin. Bilaman. Sog'inch azobi seni ham, meni ham yeb bitirgan. Seni sog'inib qanchalar qiynalganimni yolg'iz o'zim bilaman. Yaratgan egam biladi. Lekin men ketmasam bo'lmaydi, onasi. Ishlashim kerak. Bu dunyoda ayol kishi uchun musofirning xotini bo'lishdek azob bo'lmasa kerak. Bo'pti, onasi. Men ketdim. Yetib borishim bilan albatta xabar beraman. Yaxshi qolinglar. Yaxshi boring, dadasi. Musofirning xotini, sabr denglar otini, ham ota, ham onadir. Buyuk bitta qoyadir.